Assalomu alaykum o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Bugun men München shahriga xush kelibman. Berlinga student bo'lganimdan, student bo'lib kelgan. Berlinga student bo'lib kelganimdan beri Potsdam, Gamburg, Dresden shaharlariga bordim va Rügen oroliga bordim, Hars tog'lariga bordim va bugun Xudo xohlasa mana München shahriga keldik. Uzoq kutilgan Bavariyaga va nihoyat keldik. Bizda O'zbekiston bo'yicha bu yerda hamma o'zbek community bo'yicha zakovat o'tkazilyapti. Men maktabda zakovat o'ynardik. Endi o'zimizni test qilgani bitta zakovatga kelyapmiz. Shunchaki ajoyib manzara, juda ham chiroyli, o'zingiz ko'rdinglar. Birinchi abed qilib keyin zakovat boshlanadimi? Hozir Nespresso degan kafega kirdik. Normalniy, no ichib olmayapmiz. Bitta kofeni ko'rdik, просто bo'lib chiqib ketamiz. Mana bitta vashcha zo'r video ochilar ekan. Cho'tki vid. Vashcha chiroyli. Bizani komanda mana bu yoqda. Eng zo'r joyi zakovat o'ynayotgan paytimiz o'rtasida bu yerda Umidjon Ishmuhamedov, Muhammadali Shonqulov, Hasan aka Mamasaidov, Lazzat Hamovlar kelishdi, ular ham qo'shilishdi, algincha zakovat o'ynashdi ular ham va u orada o'sha anaqa 12 ta savol o'ynalgandan keyin bizga algincha tanaffus beradi. Shu paytda borib rasmga tushib, gaplashib zo'r bo'ldi, juda qiziqarli bo'ldi. Va keyin ular ketishdi va biz zakovatni o'ynab qo'ydik oxirigacha va mana shunaqa rezultatlar chiqdi. Xullas, hozir zakovat bo'lib o'tdi. Mana shu katta stadionda, stadion emas, to'yxona sifatida joyda stollarimiz mana shu o'tirib, mana bunaqa brasletliklar berishgan bizga va bu yerda savollarni yozdim. Общий har doimgidek 24 ta savol o'ynaldi va biz atiga 10 tasini topishga muvaffaq bo'ldik. Lekin o'yin qiziqarli bo'ldi. Lekin 10 ta topish bu juda yomon natija emas, chunki birinchi o'rinlarni o'zi 16 ta topishdi 24 tadan. Shunga biz 10 tani topib juda yomon anaqa o'zimizni ko'rsatdik deb o'ylaymiz va shu bilan birgalikda eng muhimi biz o'yindan maza qildik, maza qilib o'ynadik, shunisi eng muhimi. Xotin va tush. Bu joyda birinchi, ikkinchi va uchinchi o'rinlar uchun musobaqa alohida ketadi, shuni ko'rsatdim. Xullas, biz sekin oyoqni berishlikka qaror qildik. Zakovatda endi yutqizdik. Bu yoqda keyin bizdan keyin o'sha noqib ko'rsatdim. O'sha ikkinchi, uchinchi o'ringa o'ynashdi. Birinchi o'rin o'sha tayin va endi bundan buyog'iga hozir yana qo'shimcha alohida o'sha birinchi o'rinli haqiqiy zakovatdagi o'ynashadi. O'zlari o'ynab yutishadi va hozir birinchi o'rin olganlar yana o'zlari alohida boshlovchi bilan birga bitta zakovat o'ynab borishadi. Biz bu yoqqa kelishlikni qaror qildik va kechki payt yana osh bo'ladi, osh berishadi 1-2-3 soatdan keyin va undan tashqari konsert ham bo'lar ekan. Hop, bitta mashhur O'zbekistondagi xonandani chaqirishdi. Ismlari esimdan chiqib qoldi. Va ish qilib xullas Botir Qodirov kelar ekanlar, shu bilan kechqurungi konsert bo'ladi, o'ynashadi, u yoq bu yoq qilishadi. Biz oshga ham qolmaymiz, hozir to'g'ri otelga boramiz, chunki bir kun uxlamadik, bir kun uxlamagan holatimizga zakovatda o'ynadik. Shunga yarasha 24 dan 10 ta urdik. Menimcha hammasi yaxshi, menimcha savollar qiziqarli bo'ldi, hammasi cho'tki bo'ldi. Menga yoqdi, bolalarga ham yoqdi. Qiziq bo'ldi. Shunaqa masala. Hozir ana avtobusimiz keldi, reys sostav betdi. Otelga boramiz, dam olamiz. Bugun München shahrini aylansak, balki mazgincha ertaga Xudo xolisa toqqa hiking qilgani chiqib ketamiz, o'sha aylangan. Hozir mana biz otelga ketamiz, avtobus metrodan chiqib oldik. Xudo xolisa otelga borib uxlasak kerak, lekin undan oldin mazgincha ovqatlanib olish kerak, qorong'ishdi. Bu yerga osh o'rnini nimadir bilan yopish kerak. Lekin mana bu yerda chiroyli manzara ham bor ekan. Avvalambor bu yerda qanaqadir sirk. Betida ajoyib avtobus emas, mana bunaqa joylar bor ekan, mana shu chiroyli. Gap yo'q, zachot.
Xo'sh, o'rtoqlar, biza otelga kirib oldik va bizga xona berildi. Svet o'chib qoldi. Hoppa, hoppa. Xullas, svet yoqilsin. Bum, все, mana kirdik. Bu yerda hammom bor. Bu yerda bum bum bum. Imlo kirishda mana suvlar qo'yib qo'yishgan tayyorlab. Chiroyli, dahshat. Mana televizor bor ekan, PlayStation o'ynagani. Kofe mashinkasi bor ekan, narsalar bilan bazaviy narsalar dahshat. Anaqa sartaroshlardagi stul bor ekan. Shikretlisi jinniga. Va bu yerda mana ikkitalik kalavat. Va bu yoqda tashqariga bizda oppani ochsak, oppa vid bo'lishi kerak. Mana shunaqa masala. Xullas o'rtoqlar, biz hozir joylashib oldik sekin spokoniy kofe mashinkada. Hozir espressodan qildik. Men bitta anaqasidan soldim. Mana bunga chiqib ketib ochirib solindi. Mana bunga suv to'ldirildi. O'z xonadonniqi idishcha bor ekan. O'zim ham suvim bor edi. Shuni solindi, yoqildi, mana bosildi va bitta espresso qo'shildi. Bitta mana anaqasi suti o'zini, slivkisi va bu shakari. Bitta aralashtirib, bundoq kofechadan olib ketib jinni ketadi-yu, vashshi dahshat. Otelga biza 3 kishi oldik. Bizning xonamiz 3 kishilik, bolalar общий yana bor edi. 2 kishi, yana 2 kishi. Общий biz hammamiz 8 kishimiz, 9 kishimiz. Shunaqa deb vashshi ko'p keldik, zo'r bo'ldi. Shunisi bilan qiziq bo'ldi. Bizga 3 kishiga общий bir 80 yevrogami tushdi-da, ya'ni kishi boshiga 28-27 yevrolarga tushdi va bu otel va otel xonasi absolyutno arziydi. Ovqat qo'shilmagan, ertalabki nonushta qo'shilmagan, lekin otel o'zining atmosferasi, chillowy vibe, Wi-Fi, bunaqa kofe mashinkalari hammasi juda a'lo darajada bizga yoqdi. Like. Xo'p, o'rtoqlar, bizda hozir kechki soat 8:30. Biz bolalar bilan hozir borib magazinlarda bozorlik qilib keldik. Ertaga piknik anaqaga chiqamiz. Tog' aylangani chiqamiz. Birato'la cho'milmoqchimiz ham xudo xolasa. Bitta ko'lmaydi, takoy chiroyli joyda. Va bozorlikni voqea qilishimizga to'g'ri keldi, chunki bu yoqda Myunxenda deyarli hamma supermarketlar juda ko'p turlari bor va hamma supermarketlar 8 da yopilar ekan. Soat 8 da, bu juda voqli. Va undan keyin bozorlikdan keyin kirib bitta turkcha anaqadan bitta pide bosib oldik, bitta durum bosib oldik. Zo'r ketdi. Xudoga shukr, endi hozir uyga keldi, hamma o'z uyiga tarqaldi va endi sekin uxlashga yotamiz. Hozir kalavatda yotgan holda nemislarni bitta televizorni chek qilib chiqsam ko'raman. Tekshiraylik. Bularda bitta 1060 ta kanal bor ekan. Voy-vo. Bilmadim yana qanchasini qo'shishmagan bular. No, mana 1060 ta kanal bor ekan. Вообще просто. Va o'tqisa, hamda hatto multfilm bor. Yeah! Ha, o'rtoqlar, xonadoshim bilan aniq zerikib qolmayman va men bu kanalga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda 1060 ta deb qo'ygan-u, lekin orada ham 200-kanaldan keyin reski 8-kanalga o'tib ketib qolar ekan. Shunda sal aldab qo'yishibdi. Xo'sh, o'rtoqlar, bugun ikkinchi kun otelda uyg'ondik. To'g'risi, men unchalik uxlamadim otelda. Yangi joy bo'lganiga unchalik ko'nikib olmadim, lekin yumshoq kravatlar, yastuklar dahshat. Men bir o'rtacha 5mi, 4 soatmi uxlab oldim. Yaxshi, ertalab turdik, otelga kalitdan topshirdik, chiqib ketdik va hozir mana uzoq yurib metro, poyezd va avtobusdan keyin biz juda ham chiroyli joylarga keldik. Alp tog'larini ko'rdik uzoqdan. O'sha Avstriya davlatiga bo'lgan video vashshi chiroyli. Va biz haykingga keldik. Hozir sekin chiqib ketaveramiz. Juda ham ko'p rasm va chiroyli videolar chiqdi. Mana buni qaranglar, voy, vashshi-yu, gap yo'q. Alp tog'lari. Myunxenga kelibmiz. Germaniyaning eng yuqori cho'qqisi aynan mana shu yerda joylashgan. Alp tog'laridagi eng yuqori cho'qqisi 2000 metrdan balandroq. Biz Germaniyaning Shimoliy Germaniyaning eng yuqori cho'qqisida bo'ldik. Broken tog'ida bo'ldik. Video bor hatto kanalda mana. Va bugun biz Myunxenga keldik. Eng yuqori cho'qqisiga chiqmashimiz mumkin Germaniyada, lekin shuni atroflarida yaxshilab aylanamiz. Juda ham chiroyli. Yo, o'rtoqlar, mana bu lokatsiyaga bitta qaranglar. Bu ajoyib shunchaki hozir ko'rish. Voy! Nima deyapti? Ey, bitta. Biz hozir mana bu qizil lotkalarda uchmoqchimiz. Qayularda. Jinnimi lokatsiya? Va biz hamnaqa Moskvaga keldik. Men shunchaki gapirmoqchi emasman. Bu vidda gapirilmaydi, bunaqa vid bor. Bu vid prosta so'zsiz.
Hozir mana oppa bunaqa toshli yo'ldan yuramiz. Joyiga qaranglar. Jinni bor-ku. Bu yerda biz oppa. Biz bekor kelmadik edik, hozir biz bu suvga tushamiz hozir. Vachach tayyorlanamiz. Bo'ldi, hozir biz bu suvlarda cho'milib oldik. Muzda ekan suv juda ham vahshiy dahshat bo'ldi. Endi hozir ozgincha ovqatlanamiz, keyin yana suvga tushsa kerak. Suv muzda, qulog'iga suv kirib ketdi. Yomon quloqni og'rityapti bor-ku. Lekin suvi vahshiy, ham toza, ham maza. O'rtoqlar bizda emas. Mana bitta arg'imchoqli ham bunaqa sirpanchiqli va bu yoqda biz suvdamiz. Vobshe gap yo'q. Anta bittaligi ham bor va tog' atmosfera. Hozir jinnat atmosferani ko'rsataman. Oppa, mana. Vobshe gap yo'q. Dushi maza qildi. Endi yurakdan rostagamiga endi esa orqaga qaytish navbati keldi. Lekin hozir birinchi biz futbolga o'tamiz. O'zbeklar futboli bo'lyapti. Xullas endi o'rtoqlar biz mana futbol ko'rgani keldik, ozgincha osh yegani keldik. Xo'p o'rtoqlar, biz futbolda osh yemoqchi edik, lekin qolganimiz yo'q, chunki osh yegani talonlar kerak edi, biletchalar kerak bo'lar ekan va odam ham ko'p edi. Biz qolmaymiz deb ketaverdik va sal och qoringa ketaverdik, farqi yo'q deb va oradan 8 soat o'tdi va ketdi. Mana hozir vaziyatni tushuntirib beraman. Xo'p, hozir ozgincha vaziyatni tushuntirsam, hozir ertalab to'g'ri bo'lyapti, dushanba kuni va oxirgi 3 kunda men umumiy olganda shu 72 soatdan yoki 72 soatdan sal ko'proq vaqtda umumiy olganda bir 6 yo 7 soatcha uxladim oxirgi 3 kunda. Juda kam uxlaganimda mana qattiq uyqu bo'lgani yo'q. Metrolarda o'sha yoki poyezdda ketayotganimizda ozgincha ko'z ketadi, keyin yana uyg'onib ketadi. Shunaqa uyqular bo'ldi. Keyin bir kun otelda yotdik. Otelda ham kuni komiyasi unchalik zo'r uxlamadim. Bir 3 soatmi, 4 soatmi otelda uxladim. Atiga bo'ldi. Keyin qolgan bu yoqdagi vaqtlari o'sha metroda yurganlarim bo'ldi. Metro, poyezd. Shunaqa qilib kam uxlandi. Shaxsan menda bolalarda sal ko'proq. Biza hozir xullas nima bo'ldi? O'sha Myunxenga bordik, zakovat o'ynadik birinchi kunda, aylandik yo'q. Ikkinchi kun toqqa chiqib keldik. Toqda juda ham zo'r rasmlar bo'ldi. O'sha kecha yakshanba kuni juda ham zo'r rasmlar bo'ldi. Undan tashqari umrimda birinchi marta yangi tajriba orttirdim, ya'ni har xil anaqa qayg'ularda uchib ko'rdik, har xillaridan, tam go'rkalikdan tashadik. Keyin o'zim bittalikda eshik bilan suzib yurdim. Anaqada cho'mildik, juda zo'r joylarda. Vobshe zo'r bo'ldi, maza qildik to'g'risi. Bu umrimdagi eng zo'r sayohat bo'ldi. Juda ko'p har xil sayohatlarga chiqqan bo'lsam, umrimdagi eng zo'ri, eng emotsiyalarga boyi mana shu bo'ldi. Lekin shu bilan birgalikda bu eng qiyini bo'ldi, chunki juda ham qiynavordi to'g'risi. Chunki aytganimdek oxirgi 3 kundan beri normalniy uyqu yo'q. Undan tashqari anaqa bo'ldi, nima deydi? Poyezdda yo'l uzoq, Myunxenga bir 850 kilometrda, Berlindan Myunxenga taxminan 850 kilometr. Bu yerda tam poyezdda yuradigan bo'lsa, metroda yurasiz, avtobusda yurasiz, keyin tam regional poyezdda yurasiz, bepul poyezdlarda. Undan keyin bepul bizga bepul, chunki bizda student anaqa bor, karta bor. O'sha bepul poyezdda yurasiz. Undan keyin tam anaqa pulli poyezdda yursangiz, ular tezroq yuradi. Ishqilib yurasiz, har xil metro, har xil poyezdlarda yuraganingiz bilan nima juda uzoqda yo'l, bir 12 soatlik yo'lda bor, Berlindan anaqagacha, Myunxengacha. Men hozir bu videoni atelab olib qo'yaman, atelab kelib turmasdan gapiryapman, chunki men uchun juda ham esda qolarli kun bo'ldi va aynan hozirgi paytda ham aynan kameraga olgim keldi, chunki yomon charchaganmiz. Yomon ahvolimiz og'ir, uning ustiga men shamollab qoldim. Boshim ham og'riyapti. Juda ko'p harakatlandik, charchadik. Bugun teng bo'ldi, o'sha kecha yakshanba kuni to'liq har xil aktivnost, fizik aktivnost qildik, toqqa chiqdik, tushdik, o'sha har xil sportlar u yoq bu yoq qildik-da. Keyin dushanbaga o'tar kechasi hali yana uxlaganimiz yo'q. Myunxendan Berlinga qaytib ketishimiz kerak edi. Lekin vaziyat shunaqa bo'lib qoldiki, qayta olmayapmiz. Hozir o'sha Myunxendan anaqaga qaytdik. Nord hozir aytaman.
Nyurnberg degan shahar bor ekan. O'sha Myunxendan Nyurnberg shahariga keldik. U ham yetarli katta shahar ekan. Keyin bu yerda hozir biz kechqurun anaqadan keyin soat 12 dan keyin 1 dan keyin anaqa poyezd ishlamaydi, 4-5 soat ishlamaydi. 4-5 soat ishlamagani uchun biz hozir Nyurnbergda qolib ketganmiz. Patelga kirmoqchi emasmiz. Chunki kirsak uxlab qolamiz otelga, chunki uy qilib zo'r emas. Holda ish qilib kutamiz poyezdni, avtobusni, undan bunga yuramiz. Orada kech bo'lgan, hamma charchagan, undan tashqari och qolganmiz. Joyi yo'q, ovqatlanadigan joylar yopiq. Bor ekan 24 soat ishlaydigan, o'shanga borib keldik hozir uzoqqa. Uzoq emas, unda borib keldik. Hozir ovqatlanib oldik va endi yana kutamiz avtobusimizni. Keyin yana hozir taxminan 8 soat ham yuramiz deb boru anaqada mana shu anaqadan hozirgi shahardan Nord dedim va shahardan xullas Berlingacha 8 soat yuramiz. Men tam bu videoni hozir qiziqarli qilib bu yoq nimadir qilishim mumkin edi, emotsiya qo'shishim mumkin edi, yo chista hozirgi vaziyat qanday bo'lsa shundayligicha tasvirlab bergim keldi. Shunchaki kameraning oldida gapirib. Shunaqa masala. O, naryoqda bolalar o'tirishibdi. Qani o'g'li, shu o'tirishibdi. Shunaqa masala. O'rtoqlar, Myunxenga borib kelganimizga уже boru 2 oy o'tdi. Taxminan 2 oy o'tdi boru o'sha bashi olgan videolarimga. Shundan beri umuman video olganim yo'q, kameraga yaqinlashganim yo'q. Aynan o'zbekcha video qilib. Zo'r bo'ldi. Hozir uydaman, oradan deyarli 2 oy o'tdi, уже 1 yoshga yana qaridim, 19 ga to'ldim. Shunaqa masala. Myunxenga sayohat juda zo'r bo'ldi. Juda yoqtirdim. Bolalar maza qildik. Aytganimdek, eng zo'r sayohat bo'ldi va shu bilan birgalikda eng qiyin sayohat bo'ldi. Juda qiyin bo'ldi. Aynan shu qiyinchiligi bilan u boshqacha darajada yuraydi qoldi. Boshqacha darajada men uni umrim oxirigacha xudo xolasa eslab qolaman bu sayohatni. Chunki rostdan zo'r bo'ldi. Shu aynan qiynalishlar bo'lmaganda, avtobusni topish, mana shu avtobus kelarmikan, mana shu avtomobilga kelarmikan, naryoqda avtomobilga kelarmikan, qayoqqa keladi avtobus? Voy, avtobus keldi, qayoqqa to'g'ri turibmizmi, yo'qmi? Bir-birimiz bilan talashib ketamiz, topolmayapmiz, qolib ketamiz. Halol ovqat topish kerak hali. Halol ovqatga ketdi yana naryoqqa bir kilometr, 2 kilometr nariyoqqa borib halol ovqat topib kelish kerak. Kechqurun soat. Yopiq ko'p joylar. Vay, eng vahshiy, juda zo'r sayohat bo'ldi. Uning ustiga shu kasal bo'lib qolganim ham, shaxsan men o'zim kasal bo'lib qolganim ham battar og'irlashtirib qo'ydi. Qani holatda metroda ketamiz, bosh og'rigan. 10 minutga uxlaysiz, risk uyg'onib ketasiz yana. Vay, boshqacha darajadagi sayohat bo'ldi. Aynan maza qilish yaxshi pozitiv nuqtai nazardan ham, negativ nuqtai nazardan ham juda ikkalasi bir bo'lib turib boshqacha darajaga otib yubordi bu sayohatni menimcha. Shunaqa masala o'rtoqlar, agar bu videoni ko'rgan bo'lsanglar va sizlarga ham qanaqadir xursand bo'lgan bo'lsanglar yoki qiziqarli bo'lgan bo'lsa, men xursandman. Va undan tashqari Myunxen haqida ham qanaqadir ma'lumotga ega bo'ldinglar degan umiddaman. Xudo xolasa yana Germaniyadagi vloglarimni davom ettiraman va shu bilan birgalikda xudo xolasa foydali videolar ham qilishga harakat qilaman. Shunaqa masala o'rtoqlar. Meni ismim Saydonim. Videoni ko'rganingiz uchun kattakon rahmat va xayr, sog' salomat bo'ling. Ciao.